Ahmad Farg'oniy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi viloyat kengashi tashabbusi bilan boshlang'ich partiya tashkiloti yetakchilarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Farg'ona viloyatida 11-aprel sanasi boshlang'ich partiya tashkilotlari kuni sifatida nishonlandi. Mazkur sana viloyat kengashi tashabbusi bilan joriy etilgan. Hududda partiya tizimidagi faollikni yanada oshirish, boshlang'ich bo'g'inlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Sana munosabati bilan fidokorona mehnati, tashabbuskorligi hamda boshlang'ich partiya tashkiloti faoliyatini samarali yo'lga qo'yishdagi munosib hissasi uchun bir guruh yetakchilar tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bu tadbir orqali bizga, ya'ni boshlang'ich partiya yetakchilariga bo'lgan e'tibor, ya'ni bizni olib borgan faoliyatimizni munosib taqdirlab, bizni kelajakdagi ishlarimizga yuksak e'tirof etilmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz va kelajakda o'zimizni faoliyatimizni yanada samarali va aholi o'rtasida targ'ibot ishlarimizni yanada samaradorligini oshirishga harakat qilamiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bizni O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi dastlab tashkil topgandan buyon boshlang'ich partiya tashkilotini raisi vazifasini jamoatchilik asosida bajarib kelishadi. Ular fidoyi, o'zini kasbiga sodiq, bizni partiyamizni dasturiy maqsad va g'oyalarini xalqimiz orasida tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borish borasida jamoatchilik asosida keng ko'lamli ishlarni amalga oshirib kelishadi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi viloyat kengashi tomonidan boshlang'ich partiya tashkilotlari safini kengaytirish, ularning samaradorligini oshirish va partiya bilan aloqalarini mustahkamlash borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Viloyatda 934 ta boshlang'ich partiya tashkiloti faoliyat yuritmoqda. Zamonaviy siyosiy partiya nafaqat qaror qabul qiluvchi, balki har bir fuqaro qalbiga yo'l topuvchi tashkilot bo'lishi lozim. Partiya boshlang'ich bo'g'inlar faolligini oshirish orqali o'zining xalq oldidagi nufuzini mustahkamlab bormoqda.